Assalomu alaykum do'stlar. Bu ko'rib turgan loyihalaring City Walk Miras qurilish tashkilotiga tegishli. E'tibor beradigan bo'lsak, buni lokatsiyasi bu Sheikh Zayed Road, bu tomonimiz Burj Khalifa, Dubai Mall va Dubai Fountain. Burj Khalifadan 5 minutlik masofada, bilasizlar, Coca-Cola Arena, bu City Walk Mall bu. Mana shu qismga mana shu joyga joylashgan. Atrofida faqatgina местныйlar, lokallar va albatta mana to'g'ri tushganimizda dengizga ham 5 minutlik masofada joylashgan. Albatta hozir mana shu 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali, 5 xonali kvartiralar mana shu ikkita zdaniya sotuvga chiqyapti. Lekin men ko'rsatmoqchi bo'layotgan narsam sizlarga hozir mana shu kvartira mana shu kvartiralar. Bu kvartiralar qayerda joylashgan? Binoni eng pastki qismida joylashgan. Planirovkasi qanaqa? Duplex deydi, 2 etajli kvartira. Eshikdan kirganimizdan keyin bitta yotoqxona birinchi etajda, kofe ichib o'tirish uchun joy, xohlasangiz lestnitsa, xohlasangiz lift. Bu tomonda oshxona va ishchixonasi. Bu tomoni tashqarisi parkka chiqib ketadigan qismi. E'tibor bersalaring, mana shu joyda mana kichkinagina lestnitsa bor, chunki kvartira parkdan ozgina balandroq joylashgani uchun lestnitsadan pastga tushib parkka chiqiladi. Ikkinchi qavat liftdan ko'tarilganimizdan keyin bu ikkinchi qavatning loyihasi bo'lsa, ikkinchi qavat loyihamizda 3 ta yotoqxona joylashgan va hammasi o'zini sanuzellari bilan birgalikda keladi. Bilasizlar, Dubayda hamma kvartiralar под ключ topshiriladi. Endi bu loyihani, bu kvartirani razmeri 4589 skver fit, bu bo'ladi 4450 kvadrat metr, narxi 16.441.000. To'lov sharti 20% birinchi to'lov down payment, keyin 10% to'lov keyingi yilda keladi. Shu bilan har 6 oyda to'lovlarimiz 5-10 bo'lib 2028-yilga qadar davom etadi va 2028-yilgacha siz 75% ni to'lagan bo'lasiz, 25% ni esa kalitni olayotgan vaqtingizda to'laysiz. Uyda hujjatlar, kadastr hujjatlari siz 20% lik to'lovni to'laganingizda va 4% lik, bilasizlar, bu yerda shu kadastr to'lovi bor. Shuni to'laganingizdan keyin sizga o'sha uyni kadastr hujjatlari chiqadi. E'tibor beradigan bo'lsak, loyihani super eksklyuziv loyiha. Bu joyda o'rtasida laguna bo'ladi va lagunning o'rtasida shunaqangi cho'milish basseyn, bu joyda o'sha sport zallar yoki o'tirish uchun, kofe ichib o'tirish uchun, majlislar o'tkazish uchun joylar va buni ichida yoga area, shunga o'xshagan hamma narsasi community centerda o'rtasida ichida bo'ladi. Bu joyimiz detskiy plashatka, bu tennisli kort, maytani detskiy plashatka bor, bu yog'i o'sha park mana.